Biz turayotganimiz go'yoki Hitka jamoasining maydoni. Shunday tasavvur qilib boqaylik o'zimizni. Mana bu bayrog'imizni yangi nesil mushaga asalladik. Allohga shukr. Vaqtdan vaqt kelgan chaqda Tangri dağının ustiga yana esishga biz qodir bo'lamiz. Bizda hozirgi mushu himmat, mushu jasorat, mushu iroda bilan bo'lsa. Bugun mana bu muqaddas bayrog'imiz yerga tushib ketgan kun. 70 yilning mobaynida vatanimiz osmonlarida javlon qila olmayotdi. Vatanimizda bu muqaddas bayrog'imiz cheklangan, mani qilingan. Shu keng tasha tuproq o'zining bayrog'isiz yashayotdi. Va shu tuproqlarga mushu ayyulduzlik muqaddas bayroqni qaytadan tiklash mushahada tug'an yoshlarningki, mushahada tug'an qizlarningki, mushahada tug'an navqironlarning vazifasi, majburiyati. Biz Sharqiy Turkiston yangi nasil harakati bo'lish sifatimiz bilan, bu salohiyat va majburiyatlarimiz bilan Sharqiy Turkistonga mana mushu ayyulduzlik ko'k bayroqni, muqaddas bayrog'imizni muqim, cho'qim, qat'iy o'zimiz tiklaymiz degan aşı keskin iroda, aşı keskin tushuncha, aşı keskin plan bilan, aşı jasorat bilan, aşı himmat bilan turalasak, albatta Alloh bir kuni fursatni bizlarga berdi. Muhaqqaqki, mushu ayyulduzlik ko'k bayroqni Qashqarga, Xotanga, Aqsuga, Turfonga, G'o'ljiga, Qumulga, Urumchiga, Qarmayga, velhasil vatanimizning har bir g'irish tuprog'iga mushu ayyulduzlik ko'k bayroqni qadaydiganga yeminimiz bo'lsa, ahdimiz bo'lsa, qasamimiz bo'lsa, albatta bir kun uningga erishimiz degan iymon, jasorat, farosat har birimizda mujassamlangan. Har birimizni mushu Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun baridan kechalaydigan, obro'yidan, o'zining kishilik hayotidan, kishilik turmushidan, pulidan, milidan, rohatidan, vaqtidan, soatidan, ota-onasidan, bolalaridan, hamma narsasidan kechalaydigan avlodlardan bo'lgan nasib bo'lsin. Vatanimizni eng qisqa fursatda mustaqil qilishni bizga nasib qilsin.